O'z hamyurtini o'zga yurtlarda pullab, tirikchilik qiladigan kimsalarni kim va qanday atashni ham bilmaysan. Diyonatli inson buyum yoki hayvon sotishi mumkin, lekin bundaylar odam sotadi. Odam savdosi bilan shug'ullanadi. Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi hamda Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda ana shunday qilmish o'z vaqtida fosh qilinib, odam savdosining og'ir oqibatini oldi olindi. 1998-yilda Rishton tumanida tug'ilgan hamda 2006-yilda Oltiariq tumanida tug'ilgan mana bu shaxslar o'zaro til biriktirib, Toshloq tumanida yashovchi ayolni Moskvada mo'may daromad topishga qiziqtirib, aslida undan shahvoniy maqsadlarda foydalanishni ko'zlab, uni 14-aprel kuni Farg'ona-Moskva yo'nalishidagi avia reysga elektron avia bilet sotib olib berishib, kuzatish jarayonida jinoyat fosh etildi. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 135-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Hurmatli hamyurtlar, ogoh bo'ling, har qanday shubhali harakatlarni sezganingizda ichki ishlar organlariga xabar bering.